Mana shu yerda qurilishimizga borki, nimaga ketayotgan bo'lsa, vassasigacha hamma narsasi Pavloniyadan bo'lyapti. Ha, bitta narsaga hozir aytib o'tib ketaman. Mana bu teshik yo'qolib ketadimi deganlarga, bu teshik yo'qolmaydi. Qadrdonlar, hammaga assalomu alaykum. Bu ko'rib turgan materiallarni hozir sizlarga hamma yo'g'ini o'zim batafsil tushuntirib beraman. Biz ko'pchilik bizni kuzatib bor ekanlar biladi. Biz Pavloniya ko'chatlari va uzumni yaxshi sortlarini yetishtirib va ko'chat qilib sotish bilan shug'ullanamiz asosan. Xo'p, bu materiallar nimadan? Biz o'zimizni xonadonimizda qilyapman hozir bu videoda. O'zimni xonadonimda qurilish boshlaganmiz va qurilishga bilasizlar ko'pchilik taxta olsangiz bozordan razayam qimmatga tushib ketadi. Keyin o'zingizda bo'lsa xotirjam xohlagan razmeringizda qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bu ko'rib turgan materiallarning hammasi Pavloniyaning materiallari. Buni bizga kelganlar, oldin kelganlar ko'pchilik biladi. Biz o'zimiz Pavloniyani işte 2018-19-yillarda ozroq bo'lsa ham plantatsiya qilib ekkanmiz. Nimaga? Ertaga materialni odamlarga, ommaga ko'rsatish uchun. Hop, bugun o'sha kun keldi mana qadrdonlar, biz buni Pavloniyani sotganmiz ham. O'tgan yillar bahorda sotganmiz va o'zimiz qolganini qurilishimiz uchun, o'zimiz ehtiyojimiz uchun ishlatishni boshladik. Xo'p, azizlar, mana qarang. Mana pishiqligi. Pavloniyaning materiali любой materialga, sasnaga, boshqa o'zimiz mahalliy teraklarga bemalol raqobat qilaveradigan sifatli zo'r material beradi. Buni sifati mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, mana shularni larambadan chiqartirganmiz. Yengilligini qaranglar. Bular bu materiallarni biz to'sin qilib chiqarganmiz. Azizlar, kommentariyaga yozib ketinglar, bozorda mana shunaqa to'sin olsangiz nech pul bo'ladi? Bitta kommentariyaga bilganlar yozib ketasizlar. Bular 2 metrlik to'singa chiqarilgan. Keling, buni ko'rsataylik. Mana bu ham bor. Yengilligini qaranglar. Ustalarga ham endi bundan baqa qiyin bo'lmaydi, chunki mashina usta shogirdiga olib kelsa, bitta shogird o'zi ham ko'tarib ketaveradi. O, qadrdonlar, mana bu 4 metrlik 4 metrlik to'sin mana. Agar mana shunaqani bozorda oladigan bo'lsangiz, nech pulga olasiz va bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar. Qaranglar yengilligini. Buni puxtaligi uchun, sinovdan o'tganligi uchun biz o'zimizning xonadonimizga bu tarafga qurilish qilyapmiz. Mana shu yerga 35 metr joyga biror dona boshqa narsani, materialni aralashtirmasdan Ponni Pavloniya bilan mana shu qurilishimizni boshladik, xudo xolasa. Qaranglar, reyka chiqadi o'zidan. Pavloniyani qarang. Xo'p, qarisi ham bor, o'tda ko'rsatamiz. Videoda oldida ko'rsatganman. To'sini, reykasi. Olib keling, mana strakvilalarni chiqartirib qo'yganmiz. Chiqarib taklab qo'yganmiz. Yengilligi o'ta yengil, mustahkamligi bor-ku. Men bitta eshik-rom qilgizganman-da. Eshik-rom qilgizganimga 3 yil bo'lyapti. Buni o'sha paytda qilgizganimda mijozlarga ham ko'rsatganman, uyimizga kelgan. O'sha rom hozir ham turadi, qo'yilgan yo'q. Bu bizga pakaz uchun, kelganlarga ko'rsatish va isbotlab berish uchun hozir ham uni o'rnatganim yo'qman. Qachon o'sha paytida qilgizganimda qanaqa sostoyaniyada turgan bo'lsa, hozir ham xuddi o'sha sostoyaniyasini yo'qotgan yo'q. Yomg'irda, issiqda, sovuqda, hamma narsada, hamma iqlimda, tashqarida turgan narsa hozir bir chekkaga olib qo'yamiz. Buni video davomida ko'rsatib o'taman. Azizlar, bizda Pavloniyani ko'chatlari sotish boshlangan. 1 yoshlik ko'chatlarini 1 metrdan to 5 metrgachalik bo'lgan ko'chatlari hozir bizda sotuvda bor. Hop, bu Pavloniyani sortlari bo'ladi, azizlar. Bilmaganlarga yana bir qator aytaman. Endi buni hozir ko'pchilik bilib bo'ldi. Pavloniyani bular bizdagilar issiqqa, sovuqqa chidamliligi sal boshqa sortlarga nisbatan ortiqroq. Pavloniyani M1 sorti hisoblanadi bu. Albatta, O'zbekistonda iqlimiga zo'r tushadigan sortlardan bittasi. Xo'p, buni hozir qurilishimizga aytib o'tganimdek, Pavloniyani hattoki vassasi bor-ku, cho'rniy vassasi. Ashungacha shu Pavloniyani o'zidan chiqqan material bilan biz qurilishimizni boshladik. Bu xolasa qurilishimizga yetarli materiallarni plarambadan chiqartirib kelib olganmiz va
ustalarimiz xudo xolasa joy-joyiga qo'yib, o'rnatib, qurilishni boshlashdi. Qadrdonlar, bitta narsa borki, buni kelajakda kimga sotamiz, nech pulga sotamiz degan savollar bo'ladi-da. Xo'p, bunga savollaringga javob oddiy o'zingiz uchun. Misol 100 ta ekkan bo'lsangiz, o'zingiz uchun qurilish qilsangiz ham katta qurilishingizni bemalol 1 so'msiz o'zingizdan chiqadigan narsa bo'ladi. Buni hattoki ustumga foydalansa ham bo'ladi. Biz endi nimamizni orasi uzoqligi uchun asbest turbalardan foydalanganmiz. Ustumlari uchun qolgan narsalari polni chorniy vassasigacha, chorniy regasigacha hammasi poloniyaning materialdan chiqyapti. Qadrdonlar, bitta narsaki, bo'lmaydi degan odam bo'lmaydi deb turaveradi. Undan ko'ra harakat qilish kerak, ekish kerak. Ham ekologiyaga foydasi bor poloniyaning. Ham buni gulidan asal olsa bo'ladi. Asalari boqadiganlarga-da. Keyin mabodo misol o'zingizga qurilish boshlasangiz, qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, mana xuddi shunaqa qilib, qo'lni hamma narsasini o'zingizdan chiqarib, qurilishingizni boshlasangiz bo'laveradi, azizlar. Ekranda raqamlarni qo'yib qo'yaman. Aytib o'tganimdek, 1 yoshlik ko'chatlari bizda 1 metrdan 5 metrgacha holatda bo'lganlari bor sotuvda. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab imkon qadar yetkazib berishga harakat qilamiz. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasiz. Salomat bo'ling. Mana o'sha aytib o'tganimdek, chorniy vassasi, chorniy rekasi bundan Poloniyadan umuman atxot chiqmaydi. Mana shunaqa qilib atxotlarini ham mana chorniyga bemalol ishlatasiz. Mana shu chorniyni ham hozir bozorda o'zim bilishim 20 ming, 25 ming sotishyapti. Eng arzoni ham 25 ming sotyapti. Agar shuncha chorniy vassa olsangiz, nech pul bo'ladi? Bir kommentariyaga yozib ketinglar. Primenna hozir Primenna bir 350 kvadrat joyga ketadigan vassani o'zi ham pasti 400-500 dollar atrofida bo'ladi. Mana bu materiallarni agar pulga oladigan bo'lsangiz, siz shuncha qurilish qilib, rekasi, to'sini, strapilalari, hamma narsasini pulga oladigan bo'lsangiz, xarilari ayniqsa, xarini hozir 1 metri adashmasam bir 100 ming, 150 ming atrofida bo'lsa kerak. Chekka polni xarilari-yu, hamma narsasini o'zimiz Poloniyaning materialdan ishlatyapmiz, qadrdonlar mana. Ha, bitta narsaga hozir aytib o'tib ketaman. Mana bu teshik yo'qolib ketadimi deganlarga, bu teshik yo'qolmaydi. Lekin ziyoni ham yo'q. Mana shularni biz xari uchun ham tayyorlab qo'ydik. Mana bu tarafda qurilishimiz ketyapti mana. Mana shular hammasi xari qilib tashlab kelinyapti mana. 2 qator tushadi. Strapila, to'sin, hamma narsasi, rekasi Poloniyadan bo'lyapti. Qadrdonlar, o'sha gap o'yini o'ylaguncha tavakkalchilar bunaqa qilib ishlarni bitkazishni boshladi, azizlar. Bizni kuzatib boringlar, salomat bo'linglar. Ko'chatlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz sizlarga xizmatlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Dastavkalarni O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz, imkon qadar hamma viloyatlarga aloqaga chiqaverasizlar mana. Mana xari olib qo'yilyapti mana. Poloniyaning xarisi. Xari soma kattaligiga jalog'irroq ekan. Mana tepaga qo'yilyapti mana xari. Qo'ydim. Juda bo'lar ekanda mana. Urib qo'ying menga, o'na teshing. Ya yopishdi, naryoqda bor, xolos. Yana. Mana shunaqa bo'lib tushadi, zo'r bo'ldi. Uravering.